NAD+ kapelnitsasi haqida nima bilasiz? Nikotinamid adenin dinukleotid juda keng tarqalgan biologik faol qo'shimcha bo'lib, uni ichish va vena ichiga yuborish mumkin. NAD organizmdagi biokimyoviy jarayonlarni tartibga soluvchi kofermentdir. U buzilgan DNKni tiklashga yordam beradi, immunitet tizimini mustahkamlaydi, yallig'lanishni tartibga soladi va yoshlikni uzaytiradi, qarishni sekinlashtiradi. DNKni ta'mirlashni qo'llab-quvvatlaydi, hujayra shikastlanishini kamaytiradi, energiya ishlab chiqarishni yaxshilaydi va yoshga bog'liq kasalliklardan himoya qiladi. NAD+ barcha tirik mavjudotlarning hujayralarida mavjud. NAD+ vitamin B3 ning faol shaklidir, ya'ni niasinamidning. NAD+ ni kuniga bir marta bir kapsuladan to'q qoringa ichish kerak. Kunduz kuni ichgan yaxshiroq. NAD turli xil mahsulotlarda ham uchraydi. Pishmagan soyada, karam, jigar, bodring, brokkoli, pomidor, qo'ziqorin, avokado, qisqichbaqada, yong'oqlarda, qush go'shtida, mol go'shtida, baliq va tvorogda ham bo'ladi. Nikotin kislota va niasinamidni farqini aytaman. Ular o'rtasidagi farq shundaki, nikotin kislota vitamin yetishmasligini davolash uchun qo'llaniladi. Niasinamid esa terining holatini yaxshilash, ularning sog'lig'ini saqlash uchun kosmetika sohasida ishlatiladi. Niasin miyangizdan teringizga qadar butun tanaga foyda keltiradigan B guruh vitaminlarning bir turidir. Nikotin kislota esa bo'g'imlarda yallig'lanishni kamaytiradi, og'riqlarni qoldiradi, harakatchanlikni oshiradi. Lekin nikotin kislotani doimiy ortiqcha dozalarini olish yurak-qon tomir kasalliklarini oshiradi va insult infarktlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham nikotin kislotasini qo'llashni taqiqlab qo'yilgan. NAD kimlarga mumkin emas? Oshqozon yara kasalliklarida, 12 barmoq ichak yara kasalliklarida, ateroskleroz kasalliklarida, qon bosimi yuqori odamlarda, podagra kasalliklarida umuman mumkin emas. Glaukoma, pankreatit va jigarning kuchli kasalliklarida ehtiyot bo'lib qilish kerak. NADni aspirini bor dorilar bilan ichib bo'lmaydi. Bundan tashqari qon bosimini tushiruvchi dorilar bilan ham va qandli diabetda ichiladigan dorilar bilan ham qo'shish mumkin emas. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling.